Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Ko'pchilik so'raydi, rossiyskiy g'ishlar ham bormi deydi. Bor. Mana Andijon shahariga keldi u mana. Gelark degan do'kon ekan. Hamma narsa bor ekan. Mana ichkarini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. Viberga har xili bor ekan. Bular agneporni kabanchik agnepornini xilidan mana bor ekan. Hop, mana Eronning sopol g'ishlardan ham bor ekan. Bular Turkmanni g'ishlari. Mana bu yerda Viberlar bor. Hop, mana pastidagilari o'zimizdan chiqadigan g'ishlar. Xilidan bor agnepornilarni ham. Mana ular Rossiyadan keladiganlari. Mana pastdagilari Turkmandan, tepasidagilar Rossiyadan keladiganlari mana. Ishlarni ham sifatiga baho berasizlar. Farqi narx-navosi har xil chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil stilda hamma narsa bor ekan. G'ishlarni uglovoy deysizlarmi, yumaloqi deysizlarmi, tappaga deysizlarmi, mangal pechka, pizza pechka, tandir hammasiga g'ishlar bor ekan. Kimga shunaqa xizmatlar, g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yo'qsa like bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar. Asosiysi bizni qo'llab-quvvatlab tursani, bundan qiziq ma'lumotlar, sizlar uchun kerakli joylarga borib, video olib joyini tashab beramiz. Bizni kuzatib boring. Yoqqan bundan da chiroyli ishlarimizni qo'yamiz. Asosiysi kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.